neqsan 1 million ishlayman, ano tam 3 oyda boyib ketibdi, men ham shunaqa bo'laman. Bo'lmaydi unaqa. Unaqa u real hayotda bunaqa narsalar kuzatilmaydi. Ya'ni bu nimaga o'xshaydi bunaqa odamlar? Lotereya o'ynaydigan odamlarga o'xshaydi. Lotereya o'ynaydigan odam ahmoq. Sababi nimada? Sababi yutishi mumkin. Lekin u shunaqa mizerniy shanski, o'sha tam 1 milliondan bitta kundan ko'ra birorta biznes qilsang, tam 1000 tadan bitta shans. Shans ko'proq bu yerda. O'sha pulingni topishinggacha, lotereya tushingida. Bu yerda shunaqa odamlar mana kutuvlar qo'yib olgan. Misol uchun mana oddiy statistika aytaman. Agar odam холодный litga degani mana aytaylik qanchadir ham klientlarning raqami bor. Telefon qilib turib 10 tasidan bittasiga sota olsa, ya'ni 10%, bu degani dahshat sotuvchi degan. Real zo'r sotuvchi. холодный litga 10% konversiya urib bergan odam vaqti zo'r sotadi deganda. Ko'pchilik tushunmaydi. 9 tasiga sota olmayapti deydi. Debil sotuvchi tushunmaganingga shunaqa qilsa. Real hayot shunaqa bo'ladi. Mana zo'r sotuvchi 9 marta adashadi bitta qilishdan. Bu zo'ri haqida gap ketyapti.